Assalomu alaykum hammaga. Xo'p. Har doim eslab qolinglar, zona bo'lsa, sell zona masalan yoki buy zona bo'lsa, sin fxda har doim o'zining qoidasi bor. Ya'ni kichik time frame'da M1 da va M5 da bizda o'zimizni tasdiqlab bor. Buni o'quvchilarimiz juda yaxshi bilishadi. Bular bo'lmasa hech qachon manaman degan strategiya bilan savdoga kirmaymiz. Bu tasdiqlarni endi ko'rsatib bermayman bu joyda. Shunchaki sizlarga men bugungi strategiyani, ya'ni ertalabki holat bo'yicha ikkita zonani aniqlashni ko'rsataman. Xo'p. Bugun bu narsani o'rgansanglar, sizlarga nima yordam bo'ladi? O'sha zona topishligingizga katta yordam bo'ladi. Qatdan kirishlikka, nima qilishlikka. Buni o'zi pulli kursimizda o'rgatilingan o'quvchilarga, lekin sizlarga strategiya bo'lganligi uchun, sodda bo'lganligi uchun, oddiy bo'lganligi uchun bu narsani ko'rsatib bermoqchiman. Slabi deganda ishlash prinsipi emas, o'rganishlik osonligi uchun. Xo'p. Telegram boshqa insonniki kompyuter bilan qolgan ekan, qanaqadir esimizga ketib qoldi. Uzr. Xo'p. Bo'lmasam boshladik. Bizga kerak bo'ladigan narsa akalar 5 daqiqalik sham kerak bo'ladi. O'sha ertalabki soat 3 dagi 5 daqiqalik sham. Mana buni belgilab olasizlar maksimum va minimum bilan. Bizga mana shu shamni chap tomonida va mana chap tomonida maksimum minimum kerak bo'ladi. Eng yaqin holat. Maksimumimiz yo'q ekan. Shuning uchun minimum holatimizda buni maksimumga qarab Fibonacci tortamiz. Endi sell zonani topolmas ekanmiz, chunki uni maksimum yo'q. Uzoqroq kelishlik noto'g'ri bo'lib qoladi. Demak, bizda Fibonacci'ni qayerdan tortyapmiz? O'sha 3 dan 5 daqiqa o'tgan shamni belgilab, qoida bo'yicha chap tomondagi minimum va chap tomondagi maksimum. Minimum holatidan tortamiz Fiboni. Bu shamni maksimumigacha. Va bizda chiqqan zona mana bu yerda tasdiqni bergan, mana bu joyda bergan bayga. Biz mana bu yerdan kirmaganmiz, chunki bizda o'zimiz aytdik-ku, tasdig'imiz bor. O'sha bo'yicha kirilgan va narx o'sgan. Shu 3 dan 5 minutlik svechigacha ham o'sishi mumkin. Lekin o'zingizlarning riskingizga qaraysizlar bu joyda. Fiboni nastroykasiga keladigan bo'lsak, Fiboni nastroykasi juda ham sodda. 0382 0618 1 0236 05 1618 2618. Bundan faqatgina bizga 1618 2618 nuqtalari kerak. Qolgan nuqtalarni deyarli ishlatmaymiz. Umuman kerak emas. Ko'p chiziqlar shu 1618 bilan 2618. Mana bu joydagi rezultatni ko'rishingiz mumkin, moshni o'sgan. Yana istalgan kunga o'tkazib ko'rsataman. Istalgan kunda men sizlarga garantiya beraman, buni ideal qilib ishlatsa bo'ladi. O'xshamasligi mumkin, yo'q emas, lekin buni to'g'ri ishlatishlikni bilish kerak albatta. Fishkalarini minimumdan tortamiz. Mana bu zonamiz bizda buy zona bo'lyapti. Va biz buyga mana bu tushish bor-ku, mana shu tushish. Shu joydan buy kirib stopimizni qo'yamiz. Chunki bu yerda switchning biz tasdiqimiz bor. Bu buyimiz ham o'ziga yarasha juda ham ideal ishlab bergan. Bu ikkinchisi. Endi sellni topishlikning hojati yo'q. Maksimum juda balandda ekan. Agar bu maksimumni oladigan bo'lsak, bizni sell zonaga chiqib bermagan bozor. Chiqmagan. Shuning uchun hojat yo'q bu narsaga. Uje ikkinchi kun ko'rdik. Ikkinchi kun ham bitta zonasi. O'zi bitta zonasi o't uyda ishlaydi. Mana bu zonani olamiz endi. 5 daqiqalik time frame'da belgiladik. Bunga yaqin bo'lgan minimum mana bu bo'lyapti. Olamiz. Bizni buy zonamiz chiqib berildi. Biz buyga faqat mana bu yerda kirganmiz akalar. Shuni eslab qoling. Bu yerda emas. Tasdiq chunki shu yerda berilgan.
Ancha o'sib ketib qolgan o'zidan lekin. Endi maksimumda oladigan bo'lsak, bundan yuqoriroqdagi maksimum mana bu bo'lyapti va biz buni minimumiga tortamiz. Jitcha holat bo'yicha yetmagan, lekin shu zonadan full sell tashlagan. Bu bizning 3-kunimiz bo'lyapti. Strategiya yaxshi ishlaganligi bo'yicha. Mana yana boshqa kunga o'tib ketyapman. Hamma gap bor kunlarda albatta 3 tagi svecha bo'ladi bu. 5 daqiqalik shamni belgilayapman. 3 dan 5 minut o'tadi akalar. Keyin o'sha 5 minutlikni belgilaymiz. Hozir buni ham talish ko'rsataman. Ozroq kimdadir savollar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun golslarni yoqib chiqaman. Mazza qilib ishlatishinglar uchun yaxshi zona to'g'risi o'rtoqlar juda ko'pchiliknikini yoqib chiqolmadim. Bir qancha yoqdim, balkim bir xil savollar bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, bu joyda nima qilamiz? Minimumimiz mavjud. Minimumdan tortamiz. Mana bu zonamiz bizda buy zona bo'lyapti. Zonamizdan taxminan 40 pipslar atrof, 50 pips atrofida tushgan ekan. Xo'p, bu yana qaytarib o'taman, zona faqatgina. Lekin o'sha ochilgan joydan ham o'tib ketgan, ancha-muncha yaxshi yurgan. Maksimum borasida bu yoqda maksimumni qayerdan olamiz endi? Maksimum eng yaqin maksimumni olishimizga to'g'ri keladi. Mana buni olishimizga to'g'ri keladi, lekin bu bir normal maksimum deb hisoblamayman. Minimumga tortadigan bo'lsak, bizda mana zona shu zonadan ozroq o'tib, keyin selga tushib ketgan. Bu kunda ozgina sizlarni qiynagan bo'lishi mumkin. Xo'p. Bu yoqda bizda 5 minutlik bor va maksimum deb mana buni olamiz bemalol. Endi unchalik balandroq emas ekan, tortadigan bo'lsak shu zonaga. Sell zonamiz mavjud. Sell zonadan moshni ishlab ketgan. Buy zonasi esa buni ko'rib chiqamiz. Minimum mana bu joyda minimumdan olamiz. Buni maksimumgacha tortamiz. Hop, bizda zonamizdan bozor umuman reaksiya ola olmagan ekan. O'zi tasdiq ham yo'q. Haqiqatan bilan tushib kelyapti. Bu holatimizda ham bizda tasdiq yo'q menimcha, chunki tikka otgan ekan. Maksimumdan minimumga tortamiz. Bu zonadan ko'ryapsizlar, buzib o'tib ketgan bo'ldi, bundan kirilmaydi o'zi. Minimumdan oladigan bo'lsak, hojati ham yo'q, chunki o'tgacha tushmagan. Xo'p, bu holatimizda maksimumimiz yo'q, topadigan minimumimiz esa mana bu bo'lib qolyapti. Bu bo'ladigan bo'lsa, bir o'tgacha tortadigan bo'lsak, mana bu zonamiz buy zona, o'sha kun uchun shu zonada normal reaksiya bor. Уже mana nechta kunni ko'rib chiqdik, deyarli hammasida moshni ishlagan. Xo'p, bugungi kunnikini so'rasanglar, masalan, bugungi kunda qanaqa holat bo'ldi? 3 dan 5 minut o'tgan shamni topib olamiz hozir. Adashmasam mana da. Mana bu sham bo'lyapti. Maksimumidan minimumga o'sha shamni tortamiz. Urib ketgan minimumdan maksimumga tortamiz. Mana bu zonaga xudo xolasa hali tushishi mumkin. Lekin ozgina yetmasdan o'sib ketyapti. Tasdiq bo'lmasa umuman kirilmaydi. Tasdiq bilan kiriladi. Bu bitta sodda, oddiy strategiyalardan bittasi. Men bu avion bilan ishlaydigan strategiyani ko'rsatdim. Bugungi kun uchun ishlamadi bu. Ishlamadi deganda keber olgani yo'q bu zonaga. Kelganda mazza qilib ishlatsak bo'lardi. Kecha buni ishlatganlar bo'ldimi mana bu zonada? Bu ham zona aniqlash uchun. Endi sizlarga kerak bo'ladi, agar aktiv moshni bo'lsa, buni ham ko'rsataman. Kichik time frame'da любой strategiya bo'lsin, любой strategiyada o'sha qoida bo'lmasa savdoga kirmaslik tavsiya qilinadigan bitta strategiya bor. Bu tasdiq bilan ishlanish hisoblanadi. Xudo xolisa o'shani ko'rsatib beraman. Qalay, tushunarli bo'ldimi? Kimda qanaqa savollar bor? Nima bo'yicha savollar bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, stop loss qayerga qo'yish kerak bu strategiyani? Bu zona faqat. Bu yerda savdoga prosta kirilmaydi-da. Bu yerda tasdiq beradi, o'sha tasdiqni stopi bilan kiriladi.
Tushuntira oldimmi? Rahmat aka. Bo'ldi. Masalan, qaranglar, kimdirda W degan tasdig'i bo'lishi mumkin, masalan. Bu endi bitta misol qilib keltiryapman. W bo'lmasa kirmaydi deylik savdoga. W bo'ldi. Mana shunga откат berdi, stopini mana bu yerga qo'yadi. Balkim o'sha zona, mana shu zona buy zona deb turgan paytida undan o'tib ketar. Farqi yo'q, uni tasdig'i berilsa keyin buy kiradi. Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka, kechagi ob'yom nimasini ishlata olmadim. Nimasini aka? Nimasini masalan? Kechagi tortdim, siz aytgandek qilib, Fibonacci nimasi kirgan joydan istab topdim. Menda ishlamayapti tortgandan keyin. Yo, настройка qilishim kerak. Yo, mana qarang, ob'yom umuman chiqmay qolyaptimi? Umuman chiqmayapti. Forex.com qilyapman ekan. Bu bilmadim, lekin nimadan ekan aka? Bu tashunaqa bo'lib chiqmayapti-da. Shu narsa chiqmayapti. O'zi sal rostdan ham qotadigan narsa, balkim ozroq kuchsiz chiqib qolishi mumkin. Internetingizda ham bir tekshirib ko'ring. Aha, aka, gruppamiz qachon ishlaydi, xudo xolosa? Iyulda boshlaydi. Iyulda. Aka, rahmat katta. Iyulda xudo xolisa o'sha guruhga beraman. Akalar shuni ham bilib qo'yinglar. U guruh bitta narsa aka, juda katta foydali narsa bo'ladi. Ya'ni live trade bilan birgalikda bir qancha strategiya ko'rsataman, sizlarni umuman bezovta qilmasam ham o'sha bilan ishlaydigan bo'lasizlar kuniga. Xudo xolisa o'shani harakat qilamiz. Chunki 24/7 bar live ga biz ham yordam bera olmasligimiz mumkin. Savdo qilmaydigan kunlarimiz bor masalan o'zimizda, qanaqadir kayfiyatga qarab. O'sha kunda bo'sh o'tirmaysizlarda, o'sha yerda bosaverasizlar. Esingizda guruhi ham bo'ladi, chati bo'ladi. O'sha gaplashib, birgalashib ketiladigan narsa. Yana bitta narsa, live trade guruhiga qo'shilish tekin. Hozir men yana adminni klichkasini qoldiraman. Live ga qo'shilmoqchiman deb yozsanglar, polni shartlarini tushuntirib qo'shib qo'yishadi. Aytmoqchi bo'lgan narsam, yangi narsa qaranglar. Xo'p, kimda masalan yaxshi ishlaydigan strategiya o'zi o'ylab topganimi yoki masalan holati bo'lsa, prosta hammaga foydali bo'lishligi uchun lechkaga strategiya bor deb yozsanglar, o'shani olib bizga tushuntirib o'rsangiz, biz mana shunday live qilib ko'rsatib foydali bo'lsa albatta. Agar oldin ko'rsatganimiz yoki oddiyroq bo'lsa, aka buni ko'pchilik biladi deb ham qo'yaveramiz. Agar foydali bo'lsa, har kuni live qilamiz, ko'pchilikka foydasi tegaman. 80 kishi eshityapti. 80 kishidan ikkita dona strategiya ham har bitta streamda chiqib tursa, kimdir bilar, kimdir bilmas. Война. Минус.ка foydada. Камешка. Na. Biroq aka eshitaman. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'sha kechagi strategiya bo'yicha savolim bor edi. Ob'yomni. Bering. Aha. Bugungi Aziya sessiyasida tortdik strategiyani, nimani? Bugungiga tortsangiz, ertaga ishlaydi-da bu narsa. Ha, agar bugunga kelib qolsa ham, bugun baribir ishlatmaymiz-da, to'g'rimi? Zona bugun kelib qolsa ham. Ishlatsangiz bo'ladi. Mana, masalan, mana Aziyada qarang, qanaqa pushka bergan bozorga o'zi juda kuchli mana shu zona bo'lgan ekan, katta ob'yom bo'lgan. Mana bu zona juda kuchli ishlagan mana. Buni ham qo'shib ishlatsanglar bo'ladi zona sifatida. Lekin bir kun keyinda qoidasi bor-da, bir kun keyin deyilishligini qoidasi bor. Chunki mana shu yoqda qolgan ob'yomlar ertangi kuniga atrobotka bo'ladi-da bozordan. O'shaning uchun bu ertangi kunga olingan. Tushunarli aka, rahmat. Agar ertasi kun ishlamay qolsa, undan keyingi kunga qoladimi Abdulaziz aka? O'tmaydimi? Kelmasa, yangi kundikini tortib ko'rasiz, ikkalasi ham turaversa ham bo'ladi. Bu ob'yomni qaranglarda, mana bitta liniyasi bilan ishlamanglarda, bitta liniyadan tashqari mana bitta kattaroq ob'yomlar berilgan mana shu atroflarida. Bundan tashqari mana bunaqa ham ob'yom berilgan mana, kichkinagina ko'rinmaydi. O'zi kattalashgan. Mana shular ham zona sifatida ishlatiladi. Sizlarning strategiyalarga, zonalarga turib qolsa shu chiziq qo'shib ishlatsanglar bo'ladi. Mana shunaqa. O'sha taklif agar kimda bo'lsa, strategiya bemalol lichkamga yozsanglar bo'ladi. Buni xalqqa hammaga foydali bo'lishi uchun ko'rsatib boramiz. Va alaykum assalom. aka shu live trade guruhi bir oylik bo'ladi. Yo'q. bo'ladi. Shunday qoladi polnustiga. Qo'shib boraveramiz odamni, ko'paytirib boraveramiz. Uni chegarasi xudo xolisa bo'lmaydi. Yaxshi. Yana bitta narsani ogohlantirib qo'yay. Razon bo'lmaydi. Prosta zonalar beriladi.
o'zimiz zonalar, shu yerdan kirilganimiz skrinshotlar tashlanishi mumkin yoki shotimiz login parollari beriladi. Kuniga masalan 5-3% ishlasanglar yaxshi bo'ladi. Shuning uchun balans sal kattaroq qilishga harakat qilaylik. Kichkina balans har doim qopqondan ketadi u pul. Razgon o'qib olaman deb o'ylamanglar. Stabil ishlaymiz xudo xolasa. Iloji boricha stabil, faqat stabillikka harakat bo'ladi. Bozor lekin 2 haftadan beri stabil ishlashga yaxshi qo'yib bermayapti. Da, unisi ham bor. Shunaqa bo'ladi. Tilla ko'tarilib ketish kerak emasmi Abdulaziz aka? Hozir nima bo'yicha? Fundamental analiz bo'yicha. Fundamental bo'yicha o'zi davni o'tishi kerak edi bu Eron bilan Isroilning urushi davomida. Lekin u fundamentalga alohida e'tibor bera olgani yo'q. Bozor faqatgina kunlik time frame'da ko'rasiz, menimcha faqat o'qyapti. Haftalikda ham o'sha ikkinchi hafta faqat selga keldi. Hozir haftalikda men forex.com da ko'raylik hozir. Bu hafta bay kutgandim, lekin vaqti sel oqdi. Abdulaziz assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka anaqa lichkez yozilmayapti, yo men anaqa qilamanmi? Menimcha o'zingizda spamingiz bor menimcha. Menga bironisi shuni tasavvur olsin. Hozir SSga. yozdim. O'zim bilishganda yozaman, bu yoqda akademiyadan chunki live qilyapman-da. Xo'p. Mana bu ideyada akalar, mana bu zona hozir aytayaptilar-ku, fundamental buy lekin selga tushib ketyapti. Mana shu zonamiz buy zona o'zi. Bozor shu atrofdan yana tushsa buyga harakat qilaveringlar. Menimcha ertadan уже bay kutsak kerak, уже bozorda. Yo'nalishimiz selda ochildi dushanba kuni, уже ertadan уже o'zgarish kerak. Shunday. O'sha tayyorlashimiz. 34-35 zona o'zi sel zona edi. Bu yoqda qo'shimcha tasdiq bilan mana bu zonadan sel kirganmiz biz o'zimiz. Mana shu impulsgacha. Keyin mana bu few candle'da bitta buy ishlanildi. Mana. Bu yoqqa trend yorib ketish kerak edi, lekin ikkita bitimni bezib bitkasini olib ketdi. Trend yorolmadi. Trendni yorib, men 32-33 dan sel kutayotgandim. Bunaqasiga tushib ketishligini, lekin bo'lmadi unaqa holat. Shu full candle'da faqat M30 ishlatyapsizmi? Yo'q, farq yo'q. Zonaga qarab, to'g'ri zona bo'lsa bo'ldi. Mana bu zona ham sel zona akalar, agar chunki trend bor, lekin tavsiya qilmas ekanman, uzr. Trend juda ko'p kasani oldida chunki. Buzib o'tib ketishi mumkin. Trend ko'p kasani olgan ekan. 5 minutlik, 30 minutlik. Hali yana ozroq tushishi mumkin. 308 ga tushsa kerak, adashmasam. Qarang. Mana shu men bundan ham qaytishi mumkin akalar. Few candle bor bu yerda. Mana shu atrofdan qaytadi-da. 618 da olib keyin ketadi. Keyin tillarni ham bitta zonasini aytib qo'yadi sizlarga hozir. 44 atroflaridan qaytishi mumkin. Yo'q, 44 deb adashibman. Hozir bir minut topib olay demasam. Agar hozir qaranglar, bitta qoidasi bor, hozir aytaman. 406 ekan, uzr. Hozir belgilab olayda. Bozor agar mana shu zonadan 618 dan qaytsa, yuqoriga, mana shu atroflardan uxlas, atkat olib qaytsa, mana shu zonalargacha o'sishi, to'g'ri, orada tushib, yana chiqish mumkin. Shu zonadan sel bo'lishi mumkin, lekin yaxshigina sel bo'ladi. Kamida mana shu zonani o'zigacha bo'ladi, mana bu zona. 3406 danmi? 3406 10 atrofida. Resistance zona bor ekan, katta zona bor ekan. Da. Mana shu o'rtasida, mana shu xudo xolasa. Tasdiq bersa kirsak bo'ladi. Hozir bayga siz aytayotgan 1618 zonadan bay tushishimiz mumkin deyapsiz. Shu 3308 bilan atroflardami yoki undan pastroqdami?
Hop, 618 ga bir 11 atrofi bo'lyapti-da. Lekin bundan tushmagani ma'qulroq. Bozor hozir bitta tashlasa 15 lardan ham bay kirib, minimumga stop qo'yish kerak. Mana shu 15 lar atrofidan bay kirsa bo'ladi. Menimcha yana tushsa, agar shu bo'lsa 8 da, 11 aslida. 11 9 8 o'sha zonalarda. Shu astroda FV qolib ketganiga to'ldirib ketsa kerak deb o'ylagandim. Shunaqa bo'lishi mumkin. Agar u uni to'ldiradigan bo'lsa, few candle ham bor-da, few candle 50% dan ham reaksiya olib qolishi mumkin. Bugun bozor shu atrofda yurib, ertaga pastdagi tizimani yechib, likvidni yechib, PDLni yechib, shu joydan harakat qilishi mumkin. Mumkin. High FV ga yasaversa, shunaqa bo'lishi ham mumkin. pasti kattaroq bo'ladi deyishganlar. Shu 32-33 zona ham sell zona, endi 406 ga ancha bor, o'shaning uchun. Mana shu zona ham sell zona ekan. Buy zona esa mana shu 15 atrofi, tushib qolsa 10-11 mana bu zona atrofi. Bugungi maksimum chiqqan joy sell zona bo'lgan, shundan. Order blok bormi, yo'qmi bor? Zona bor-da. Live da ko'ramiz aka, xudo xolasa.